menga o'xshagan dangasa akalar uchun mana shu nijloy joyimiz sotilyapti. Yiliga $8,400 sof foyda olib kelib turar ekan. 1 yillik shartnomasi bor ekan. Undan tashqari bu yerda oladigan bo'lsangiz, yana 2-3 ta o'chirib turganlar bor ekan, bu yerda olaman deb. Lokatsiya ham zo'r joyda, Chilonzor 11-kvartal bo'ladi. Bu yoqqa ketsangiz, Shoh Med sentrga qarab ketasiz. Amam Chorraha bo'lsa, Uchtepa analogiya Chorrahasi bo'ladi. Endi ishlarini ko'rib chiqamiz, ketdi yuring. Kirishimizni ko'ringlar, juda ham chiroyli remont qilib qo'ygan. Advokaturaga berishgan ekan, advokatlar o'tiribdi. Remontlari ham yaqinda bo'lgan ekan. Bu yoqda mana bu yoqda umumiy yuvinish xonasi bor. Sanozir bu yoqqa o'tsangiz, xo'jayinlarni o'tiradigan ofishlari ham bor bu yoqda mana. Ko'rib turibsizlar, konservatsiya hamma narsa bor, sharoitlari zo'r. Umuman aytganda bu sizga hojat yo'q, chunki bu yerda tayyor arendator bor. Boshingizni ortib, arendator ham qidirib yurmaysiz, tayyor arendasi bor, pul kelib turadi. Har oy arendatorlar sizga $700 dan berib turishadi. Fasad uzunligi 6 metr, umumiy kvadrati 40 kvadrat metr bo'pti. Narxini startdaviy $85,000 deyaptilar. Yana tepasida kelishtirib beradigan joyi bor. Qiziqqanlar uchun pastdagi raqam bo'ladi, telefon qo'yasiz.